okay, bunaqa effekt bo'ladi deb o'ylamadim. Alloh rozi bo'lsin. Men mana bunaqalarni bor, bunaqa narsalar faqat bodybuilderlar kachokli ichadi deb o'ylovdim. Meni ham umuman boshqacha edi. Oxiriga qilib bergan narsalaringizdan keyin bolalar 2-chi, 3-chidan shunaqa ishlayapti. Alloh rozi bo'lsin. Bo'g'ilib ham qolmadi, yuzimiz yorug' bo'ldi. Allohga rahmat, Life Sport komandasiga shunchalik bolalarni vitaminizatsiya qilib beryapsiz. Inshaalloh bunaqa vitaminizatsiyalarni bemalol mировой уровеньga chiqamiz. Big Bones yurgan bolalar-da, Big Bones yurgan bolalar ham bu ham benzinga o'xshagan narsada 80 qo'ysangiz sharillaydi, 95-100 qo'ysangiz vobshe zo'rda. Shunaqa ishlayapti. Ringlarda ham charchamayapti-da, okay. Rahmat. Arzimas ham kickboksing assotsiatsiyasidan rahmat shunchalik bolalarni padesh qilyapsiz, okay. Boshlayotgan ishlarimiz xayrli bo'lsin, yuzingiz yorug' bo'lsin. Bodybuilding sohasida, striking sohasida, MMA sohasida shunchalik qilib beryapsiz vitaminizatsiyalar, okay. Rahmat katta. Biz rosa ham xursandmiz. Nafaqat bundan bodybuilderlar, balki boshqa sport turlari ham manfaat ko'rayotganda, eng avvalambor mana shu yoshlardagi stressni, agressiyani sport orqali chiqargani bu okay, ming marta yaxshi-da. Ota-onasi uchun ham, jamiyat uchun ham. Jamiyat uchun ham. Albatta, mana bilsangiz, Dagestan, Chechenlarni hamma sportsmen deydi-ku, okay. Xudo xolasa mana shu o'zbeklarni, imенно o'zbek o'g'lonlar. Ya, okay, bizlar mировой уровень borlar. Hozir bunaqa sharoit bo'lmaganda 20 yil oldin, okay. Medal kichkina narsalik urishib yuraverganmiz-da, medialar bo'lmagan, Instagram bo'lmagan. Mana sekin-sekin уже o'zbek deganda, hamma o'g'lonlari sportsmen, hammasi правильный bolalarga minini keladi. Minini keladi, to'g'ri. Rahmat, okay. Alloh xayrli qilsin, yuzimiz yorug' bo'lsin. Xursandman, okay. Rahmat, okay. Xo'p.